Kichkina bo'lsa ham uchastkangiz bo'lsa-da, xon taxtada o'tirib, yozda issiq kunlari suvlarni sepib, maza qilib o'tirishga yetmaydi. Nima dedingiz? Hozir bir o'chirtiqli Do'mbrobodda joylashgan uchastkaga kelganmiz. Xo'p, hovli qismini ko'rishinglar mumkin. Bemalol ichkarida bitta mashina joylashtirsanglar, xo'p, tashqari qismida bemalol 3 ta mashinagacha joy sig'ar ekan. 4 xonali 200 kvadrat metrni tashkil qiladi va bu yoqda o'zini alohida kichkinagina podvali bor ekan, ko'rsatib o'tib ketaman. Endi keling, uyning ichkari qismini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bismillah. Uyga kirishimiz bilan bizani mana shunaqa kengina hol kutib oladi va bu tomoni oshxona sifatida foydalanishga qoldirilgan ekan. Xo'p, bu yoqda mehmonxona qismimiz, eshiklarni ham qarang, neobычный chiroyli qilingan. Uyimizda aynan sizga yoqadigan remontda tayyor bo'lgan. Bu mehmonxona qismi, barcha mebel texnikalari tayyor holatda. Faqatgina kelib yashashingiz kerak. Xo'p, texnikalari ham xofmin qo'yilgan ekan. Bu sanuzelga e'tibor qilmasangiz bo'lmaydi endi. Juda ham chiroyli chiqqan. Sanuzelga bitta baho berib ketasiz. Xo'p, zinalari ham chiroyli. Ikkinchi etajga chiqamiz va mana bu lyustraga ham bitta e'tibor qilib ketasiz. Juda ham chiroyli remontda bitgan. Xo'p, tepada 3 ta yotoqxona joylashgan, bitta общий sanuzelimiz bor ekan. Xo'p, bu yoqda bitta kattalar yotoqxonasi. Bunda ham hamma mebel texnikalari tayyor va bu yoqda yana bitta kattalar yotoqxonasi bor ekan. Buni ham o'zingizlar ko'rib baho berib ketasizlar va bu yoqda bitta detskiy, ya'ni bolajonlar uchun yotoqxona, ikkita ajralgan kravatlari bilan qo'yib ketilgan. Va bu общий sanuzelimiz, ichida o'zini dushovoyi ham bor. Orientirga keladigan bo'lsak, 16-go'rbanitsa bo'ladi. Opsiyada nomer qoldiraman, batafsil ma'lumot